Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janob oliylari, men chuqur hurmat bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Ya'ni Sharaf va Sevaraxon Abdumannapovni pedagog, yolg'iz ona, ayol sifatida, shu yurtda fuqaro sifatida sizga murojaat yo'llamoqchiman. Hurmatli Qonunchilik palatasi senatori Tanzila Kamalovna, sizga ham bu murojaatim. Hurmatli ichki ishlar vaziri, endi men hammalariga aytishim shart emas, уже davlat rahbariga deganimdan keyin уже hammaga taalluqli bo'lishi уже ayon. Shuning uchun Shavkat Miromonovich, avvalambor bu sizga murojaatim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, kuni kecha mana Farg'ona viloyatiga Tanzila Kamalovna keldilar. Juda ham chiroyli nutq aytdilar. Bu nutqda jinoyatchilikka qarshi kurash, korrupsiyaga qarshi kurash, manaqa yig'imlar bo'lmaslik, mana shunaqa oldi bu yerda bo'lmaslik, ayollar masalasi ko'tarildi, qizlar masalasi ko'tarildi. Shunaqa chiroyli nutq bo'ldi. Shavkat Miromonovich juda ham mana shunaqa politiический nutqlarda eshitaman. Men shu Tanzila Kamalovnaning gaplarini вообще maroq bilan eshitdim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, lekin bu gaplar faqat gap bo'lmasligi kerakda, osmonga uchib ketmasligi kerak. Masalan, Farg'ona viloyatida men bu haqida Farg'ona viloyat 01 ga murojaat qilganman. Albatta, ularga rahmat, juda ham chiroyli muomala qildilar menga. Обязательно Sevara Abdumannapovna мы поможем dedilar. Hatto o'zlariga telefon qilsam ko'tarmadilar, keyin yana menga qaytib chiqdilar. Respekt. Lekin qo'l ostidagi xodimlar qidiruv bo'limining boshlig'i emas, ishda bitta bilmayman kim. Juda ham loqayd ishga qarashadi. 3 kun bo'ldi. Voyaga yetmagan qiz yo'qolib qoldi. Men ularga necha marta aytdim, lekin nol reaksiya. Jinoyatchilikka qarshi kurash. Bu qanaqa? U nima? Qidiruvdi, o'tirgan joyida izlaydimi bo'ladi Shavkat Miromonovich? Bularniki demak viloyat ichki ishlar rahbari 01 da ham gapi 4 tenga qimmat ekanda. Shavkat Miromonovich, bundan tashqari Farg'ona viloyati, o'zim Rishton tumanidaman. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 2 yil oldin bitta yosh qizni, 7-sinf qizni menga aytishlari bo'yicha, men очевидец emasman, nomusiga tegib qo'ygan ekan. O'zidan 20 yosh katta bitta erkak. Sira o'sha paytda uylanaman, uni qilaman deb xullas ishlar yopilib ketgan ekan 2 yil oldin. Xotin-qizlar qayerga qarayapti? Xotin-qizlarni bilmaysizlar, qanaqasini qo'yasizlar. Bular xotin-qizlarga mashina berasizlar, служебный mashina, служебный uylar berasizlar. Ну, они живут, Shavkat Miromonovich, извините, пожалуйста, в комфорте. Lekin nima, ularni yig'ilishlarga borib, katesa qilib yurish uchun berasizlarmi? Shu narsalarni sobraniyalarga borish uchun berasizlarmi? Мероприятиялар o'tkazish uchun berasizlarmi? Menimcha bu har bitta xonadonga kirib xalqda ahvolni o'rganish uchun berasizlar. To'g'rimi Shavkat Miromonovich? Har bitta ayol chetda qolmasin deb berasizlar, to'g'rimi? Mana ya'ni o'sha iznasilovать qilingan ayolga qaytsak, ya'ni nomus deb toptalgan qizga qarsak, kambag'al oilaning qizi ekan, ularni bosti qilib yurar ekan. Endi bilmayman, Rishton tumani IBsi qayerga qarayapti? Bu xotin-qizlar qayerga qarayapti? Men shokdaman, Shavkat Miromonovich. Bitta qiz yo'qolib qoldi, 3 kundan beri topishgani yo'q. Tanzila Kamalovna, про что вы говорите? Nima haqida gapiryapsiz, Tanzila Kamalovna? Siz o'zi qiziqdingizmi? Nima bo'lyapti? Siz mana shu yerda kongressga keladilar-da, Shavkat Miromonovich, Tanzila Kamalovna. Hech narsani balkim bilmasizlar. Menimcha balkim oddiy, mana masalan, chiqish qilishadi ko'p vatandoshlarimiz, pravozащитникlarimiz, jamoatchilik faollari mana shunaqa qilib chiqish qilishadi-da. Shu chiqish jarayonida nega mana shu ayol mana shunaqa deyapti? Biz bir qiziqib ko'raylikchi, qani shu narsa deb nima biror marta so'raysizmi? Tanzila Kamalovna, mana kecha Farg'ona viloyatiga tashrif buyurganingizda juda ham chiroyli nutqlar gapirdingiz. Lekin bu narsa bo'lyaptimi?
10 ta qizda 8 tasi uydan qochib ketadi, bema'ni ishlar bilan shug'ullanadi, prostitutsiya bilan shug'ullanadi, Turkiyaga boradi, ishlab keladi, yengil hayotga o'rganibdi. Birortasi, endi 10 tadan 2 tasi, 3 tasi o'qiyapti. Lekin faqat 2 ta 3 tasi bilan bizda progress bo'lmaydi. Biz hammamiz birgalikda jamiyat bilan ishlashimiz kerak. Mana kecha nimaga o'sha qizni topolmayapsizlar desam, otani bilmayman, o'sha yerda qidiruv bo'limidagi bola aytadiki, ailasiga bog'liq deydi. Ertalabdan kechgacha ayol kishi ishlasa, yolg'iz ona bo'lsangiz, ertalabdan kechgacha ayol kishi ishlaydi. Masalan, agar puli yo'q bo'lsa, uni repetitorga ham bera olmaydi bolasini, to'g'rimi Shavkat Miromonovich? Repetitorga ham bera olmaydi. Maktab ta'limi zo'r bo'lmasa, bu только для галочки, Shavkat Miromonovich. Maktabda realni baholarni qo'ymasa, hozir частный shkolalar ham zo'r bo'lsa, lekin prezidentskiy mana shunaqa elitniy shkolalarda hozir nima protsess образования kipit. Lekin bunaqa oddiy maktablarimiz juda ko'p biz, lekin oddiy maktablarda biz nisbatan baho qo'yamiz. Я не хочу nisbatan ставить, да? Oddiy maktablarimizda qancha qizillar buzilib ketyapti-da, Shavkat Miromonovich. Просто achinarli holat. Mayli bu haqda men boshqa gapirmayman, lekin Farg'ona viloyatida 3 kundan beri, mana bugun 4-kun bir qiz yo'qolgan, hali ham topishgani yo'q. O'ligini chiqqanda topishadimi bilmayman. Bitta joyda o'tirib turib qanaqa qilib topadi bilmayman. Birinchidan, ikkinchidan Shavkat Miromonovich Farg'ona viloyati Rishton tumanida 2 yil oldin 7-sinf qizni zo'rlab qo'ygan ekan, 20 yosh katta bitta bola. U zo'rlab qo'yganda o'g'li, zo'rlab qo'yganda onasi qanaqadir ishlab chiqarishda rahbar ekan, tadbirkor ekan. Shavkat Miromonovich siz bilan uchrashgan ekan, sizni qo'lingizga olib qo'ygan ekanlar. O'shaning uchun menimcha hech narsa qilish olmaydi. Lekin menimcha Shavkat Miromonovich, siz unaqa inson emassiz. Siz bilan uchrashgan odam demak u trendga chiqib ketish kerak. Men ham siz bilan uchrashmoqchiman bo'lmasa, Shavkat Miromonovich. Yoki men siz bilan uchrashishim uchun men birorta biznes loyiha qilishim kerakmi, Shavkat Miromonovich? Yo men kimgadir podxod qilishim kerakmi, Shavkat Miromonovich? Shavkat Miromonovich, xotin-qizlar вообще yaxshi ishlamaydi. Bilmayman, yana aytaman, qanaqa xayollar qo'yasizlar? O'zlar faqat oro berishni bilishadi. Lekin biz sal o'zimizga qarab qo'ysak, voy buni puli ko'p, voy bunaqa qayerdan olyapti, mana shunaqa ko'ylaklarni, voy bunaqa deyshadi. Avvalambor ayol kishi o'ziga qarasa e'tiborliroq bo'lardi. Ayollar qo'mitasining raisi degani, bu degani ayollarda har bittasi e'tibordan chetda qolmasin. Bo'lib ayol kishi bilan ishi yo'q. Mana endi 2 yildan keyin o'sha zo'rlagan qizga kelsak, u 2 yil mobaynida yigit olaman degan, u erkakda 3 ta bolasi bor ekan. Olaman degan, lekin u qizni olmagan, xohlagan paytida u qizni kirib nima qilsa qilib ketaverar ekan, ko'chada urib ham ketaverar ekan. Shahar bedarvozami Shavkat Miromonovich? Bu haqda men Farg'ona viloyati Rishton tumani hokimiga, как правозащитница женщин, обязательно вторник kuni, ya'ni seshanba kuni kiraman. Bahodir aka rahmatullohivichni oldilariga. Menimcha menga yordam beradilar, chunki juda hurmat qilaman bu insonni. Menimcha ular hali bilmasalar kerak bu haqida. Shuning uchun men kirib yordam so'rayman обязательно. Lekin Shavkat Miromonovich, Tanzila Kamolovnaning aytishlari bo'yicha juda u nas jinoyatchilikka qarshi kurash на высшем уровне, qizlarni himoya qilish. Нет, я не вижу этого, Shavkat Miromonovich. Shavkat Miromonovich, Saida Shavkatovna, sizga как yordamchi, ayollarni himoyachi sifatida oddiy maktablarda ham yana aytaman, aylanishlaring kerak deb o'ylayman. Xotin-qizlar qo'mitasining raisiga stoyushli odamni qo'yish kerak. O'zini manfaatini, cho'ntagini yoki pulini o'ylaydigan emas, o'zi shu ayollarni qanday qilib shu qizlarimizni, yoshlarimizni to'g'riga boshlaydigan insonni qo'yishlarini so'rayman. Margus qilasizlar-da, bir narsa qilasizlar, lekin bu to'yga normalniy odam kelmaydi. Shavkat Miromonovich, har bir ayol kishi, har bir ona, har bir fuqaro bu sizni fuqaroyingiz hisoblanadi. Har bir inson, mana sizga rahmat, so'z erkinligini berdingiz. So'z erkinligi degani bu na галочка qolib ketadigan yo пустые слова bo'lmasligi kerak. Bu реально действовать qiladigan narsa bo'lish kerak. Chunki kim davlat rahbari so'z erkinligini bergan? Davlat rahbari. Siz первое лицо respublikada.
davlat rahbari shu so'z erkinligini bergandan keyin progress bo'lishi kerak, lekin nimagadir bizda progress bo'lmayapti. Realniy narsani olib chiqib doказательствоsi bilan, fakt bilan olib chiqqan odamni yo qamab qo'yyapti, yo bo'lmasam bir narsalar qilyapti. Shavkat Miromonovich, men sizdan iltimos qilardim fuqarolar qabulini uyushtirishingizni. Bundan tashqari Shavkat Miromonovich ta'limga juda ham qattiq e'tibor qaratishingizni so'radim. Xotin-qizlar qo'mitasini raisi saylaganda o'sha postga o'tirgizgan odamni normalniy odamni o'tkazishingizni, jonini mana shu yerda bilan ishlab, otilab ishlaydigan, ayollarni dardi bilan, qizlarni xulqlari bilan, o'shalarni hayoti bilan yashaydigan odamni qo'yishingizni so'radim. Prosta yasan olib, tadbir yurib, sizni chiroyli kelganingizni kutib olib, Anzila Kamalovnani kutib olib, rahbarlar kelganda bunday kutib oladigan odamni qo'yishingizni xohlamasdim. Podxod qiladigan, manaqa qiladigan odamni qo'yishingizni xohlamasdim. Menimcha rahbarlik lavozimiga, xotin-qizlar rahbarligi lavozimiga stoyishi odam, ayollar dardi bilan qiziqadigan odamdi. Ular bilan yashaydigan, ularni har birini e'tibordan, siz o'zingiz aytgandingiz, har bir insonni e'tibordan chetda qoldirmaydigan insonni qo'yishingizni, iznasилованиялар, manaqa qizlarni buzilib ketishini oldini oladigan odamni qo'yishingizni xohlardim. Bu juda ham ответственный Shavkat Miromonovich, juda ham ayol kishini, qiz bolani sha'ni, hurmati, obro'si, ayniqsa qiz bolani sha'ni juda ham shepetilniy nimada, qanaqadir masalada. O'shaning uchun menimcha masalan hozir kichkina qizchalar ham уже 5-sinflar ham sevgi muhabbat haqida gapiryapti-da. Как будто sevgi bu o'yinchoqda bularga-da. Sevgi erkak kishi bilan nima bilan gapirishyapti-da. Sevgi bu juda ham oliy ne'mat-da. U sekin keladi. 5-6-sinfda yoki 7-sinfda kelmaydi. Yo hirslar bilan uyg'onmaydi Shavkat Miromonovich. Shuning uchun mana shunaqaga moyil bo'lib qolyapti qizlarimiz. Nima sababdan ekan? Faqat jamiyat, faqat oila aybdor bo'lmaydi. Bunga menimcha jamiyat ham aybdor. Hurmatli Shavkat Miromonovich, murojaatim yakunida sizdan iltimos qilardim. O'sha 3 kun, 4 kundan beri yo'qolgan qizni taqdiri haqida qiziqib ko'rsangiz, men hamma nimalarni aytaman. Undan tashqari, mana shunaqa Rishton tumanidagi, Farg'ona viloyati Rishton tumanida 2 yil oldin zo'rlanib, izdivatsiya qilinib kelayotgan qizni taqdirini o'ylaysiz. 2 yil oldin u qiz 7-sinfda o'qigan ekan, hozir kollejda o'qir ekan. Taqdirini o'ylaysiz. Kambag'al bu odam emasmi Shavkat Miromonovich? Kambag'al bo'lsa, u kambag'al tepalab ketish kerakmi? Yana aytaman, 2 yil oldin xotin-qizlar Rishton tumanida bo'lgan, hozir balkim yo'qdir. Iloyim insoflisi kelsin Rishton tumaniga. Insoflisi kelmasa, mana shunaqa qilib internetda chiqaveradi-da. Men internetga chiqarganda ham bezrayib ishlayotgan oldingi xotin-qizlar raisi, chunki u Shuhrat aka Virbaloyevichda kenayasi qayni singlisi bo'lgan. Endi hozir pensiyaga chiqdi. Ko'r bo'lsang, seni ko'rgani boraman deb men haqiqatni gapirganimga betimga tas etib aytgan. Alloh iloyim xayrli qilsin ketganini. Iloyim insof berib, endi chiqojona bo'lib chiroyli o'tirsinlar. Endi vmешиваться qilmasinlar. Hech narsaga. Shavkat Miromonovich, yana aytaman. Juda ham zo'rlangan qizlar ko'p. Juda ham azob chekkan ayollar ko'p. Ta'lim sistemasi juda ham chirib ketdi. Juda ham masala ko'p. Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilib so'radim. Har bir tumanga ayollar qo'mitasini raisini qo'yayotganingizda, o'sha должностьga o'sha o'tirayotgan paytda nihoyatda o'rganib qo'yinglar. Odamlar shunday rahbarlar bo'ladiki, oilasidan ustun o'zini должностьini qo'yadi. Bular fidoyi rahbarlar hisoblanadi Shavkat Miromonovich. Shuning uchun sizdan iltimos qilardim yana bir bor. 3 kun, 4 kundan beri yo'qolib qolgan qizni. Bu haqda viloyat 01 biladi, Farg'ona viloyati 01.
и o'sha Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi iznasilovать 2 yil oldin iznasilovать qilingan qizni taqdiri haqida o'ylashingizni va shularga yordam berishingizni judayam so'rardim. Men o'zimga bir narsa so'ramayman, Shavkat Miromonovich. Sekin Xudoga shukr, meniki hammasi yaxshi. Alloh taolo meni qo'llab-quvvatlayapti. Bundan buyog'i ham qo'llab-quvvatlasin. Lekin hozirgi aytgan narsalarim sizni qo'lingizda, Shavkat Miromonovich. Yurt otasi sifatida nazoratga oling bularni. Tanzila Kamalovna, bu gaplaringiz selektorga gapirganingizga faqat gap bo'lib qolavermasin, iltimos sizdan. Siz senatorsiz. Senator. Это второе лицо после президента Танзиля Камаловна. Я вас очень уважаю. Я не проявляю неуважения, да? Никакого неуважения не проявляю ни президенту, ни вам, ни Саиду Шавкатовне. Просто я прошу вас. Проконтролируйте, пожалуйста. И когда выбираете женсовета, надо хорошенько изучить ее, а не просто так тяп-ляп поставить. Rahmat sizlarga e'tiborlaring uchun. O'ylaymanki, murojaatim ijobiy hal bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.